Hoy, barchaga salom arkadaşlar. Sizlar bilan Reverchek. Men boshladim yana o'sha ishimni. Bitta uxlab olamiz. Bolalar bugun stream atmen bo'ldi. Men shu haqida sizlarga gapirish uchun video oldim. Bu ham baribir 7 minutlik bo'ladi. Xo'p. Bolalar bizga sandiqlar yetmaydi. Bizga ko'proq kerak. 1 2 3 4 1 2 3 4 Hop, yaqindamiz. 1 2 1 2 Bolalar, mashincha sandiq yetarmikin? Buyog'icha olib yetibdi. Ko'proq kerak ekan. Astagina buni chopamiz. Buning ichida plan bittagina yo'q ekanda. Bola bitta obunachi menga yozyapti. Bitta komanda bo'laydi. Men uni qayerda yashashini bilmayman. To'g'risini aytyapman, men uni qayerda yashashini bilmayman-da. Qayerda yashashini yozib yuborsa, o'shanga qarab javob yo'lla olaman. Past tarafda yashashini yozib yuborishi. Bolalar, biz 10 minutdan keyin o'rtog'im Dazma bilan video olmoqchimiz. Aytgan narsalarni baribir olish kerak, chunki bitta o'zim bo'lib qoldim. Hop. Bola, uzr. Shokim bo'layotganim uchun. Yonimda ukam o'tiribdi. U ham YouTube'da kanali bor, Roma Vyjivaniya, 3 ta obunachisi bo'ldi. Bola, 28-dekabrgacha endi 40 ta bo'lmoqchiman men. Poddeshga qo'yasizlar degan umiddaman. Menga poddesha kerak. Kanalda obunachilarning ko'pligini soni kuniga video chiqishiga sabab bo'lishi ham mumkin. Shu videoning orqasidan 2 ta obunachi kelsa, yana video chiqaraman. O'shalarga men video chiqaraman. Faqat obunachi kelish kerak. Bolam, men keyingi kompyuterda o'ynayman men. Vyjivaniya qilamanmi yo'qmi, unisini bilmayman. Safir o'ynayman, Safir. Safir sportgisi bor, bilasizlar kerak. Kazon tanisanglar bilasizlar, tanimasanglar bilmaysizlar. Hasini tanisanglar bilishinglar mumkin. Mikroliksi bilmayman endi. Vish. Почти. Hoppa. Xo'sh, bu yoqqa o'yinga kerak, bu yoqqa ham o'yinga kerak. Bari ko'p o'yinga kerak. Uzoqlarsiz mol masofatda. Bir qaramasanglar qilaveradi.
Shu ishini qilaveradi bular. Boshqa ishini qilmaydi. Shu aynan mana shu ishni qilgisi keladi. Men aktyorimga yana 2 daqiqa vaqt qoldi. Bolaman bu mevzu shunchaki tashib ketmayman endi. Temirni branyali bo'lishga harakat qilaman. Ну, chunki uyimizda почти tayyorda. Ну, почти tayyor. 2 1 3 4 1 2 1 2 Xo'sh. Почти keldi. Bola bu qumlar tushguncha qonqarmi? Toshga keldi-ku. Men davom etiraman. Op. No, vaqtimiz ozgina qoldi. Buni hozir men dazma bilan video olaman. Kirib ko'ringlar. Akamga bu videoning orqasidan menga 2 ta obunachi berish kerak. Keyin yangi video olaman. Shu bilan videomiz shu joyda tugaydi. Barchaga tomoshabinlar uchun rahmat. Sizlar bilan Revich bo'ldi. Barchaga xayr.